Yunusobod tumani 4-kvartaldan 3 xonali uyimiz chiqyapti. 3 xona, 3-etaj, 4 etajli domimiz bo'ladi. Fransuskiy planirovka, zallari katta, keng, mana ko'rsanglar bo'ladi. Hop, bu yog'imizda podyezdan asosiy kirish eshigimiz bordi. Kirganimizda to'g'rimizda bitta spalni xona qilib qo'yishgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Remontlari sredniy holatda turibdi. Olib turib, bu yoqni to'g'rilab yuborsanglar yashashgan bo'laveradi. Hop, o'ng qo'limizda bu yog'imizda yana bitta xonamiz bordi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Tualet vanasi alohida. Uyimizdan 70 kvadrat. Bu yog'imizda vannamiz bordi. Hop. Tualet mana razdelnik. Hop, bu yog'imizda oshxona bor. Mana oshxonasini ham ko'rsanglar bo'ladi. O'zingizning mebel texnika qilib olsanglar ham bo'ladi. yoki olib turib polностью buzib yangi remont qilsanglar ham zo'r uy bo'ladi. Hop, uyimizdan narxiga kelamiz. Narxi srochniy narxida 80 ming so'rashyapti. Ulgurib qolinglar. Pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz, ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ssilka orqali o'tsangiz bo'ladi. Ssilka profilimizda bor.